Yaxşımısınızlar dostlar. Hazır qoltanlar xayrlik bolsun. Bugun qo'llanishchan iqtisodning birinchi darsiga boshlaymiz. Hammalarning diqqat bilan ko'rishinglarni va anglashinglarni umid qilaman. Oddiy va nihoyatda tushunishli shaklda sizlarga anglatishga tirishaman. Bu darsimiz boshlashdan burun kanalimga abone bo'lmaganlar bo'lsa, ya'ni kanalimga ergashmaganlar bo'lsa, shu pastki o'ng tarafdagi abone bo'l degan yana bosib qo'ysangiz, kanalimga ergashgan bo'lsangiz, sizlarning qancha jiq ergashganinglar, qancha jiq ko'rganinglar mening uchun bir madad bo'ldi. Men shundan qarta texim yaxshi mazmundagi texim yaxshi videolarni ishlab sizlarga sunishga tirishaman. Shunga do'stlaringizga, kanalga ergashmaganlarga deb qo'ysanglar, kanalga ergashib qo'ysanglar rahmat. Undaq bo'lsa, ekonomi, ya'ni iqtisod degan nima? Insonlar yashagan bir jamiyatning, bir davlatning hayot qilish uchun ishlab chiqarish va ta'minlashni nishon qilgan yo'llar va bularning munosabatidan kelib chiqqan barliq sistem va harakatlar. Insonlarning cheksiz ehtiyojlarining ishlab chiqarishi va iste'mol qilinishi uchun adolatlik va tenglikni kontrol qiladigan qurol. Masalan, bir misol qilib bersam, dunyodagi butun narsaga erishishni xohlaysiz. Shu mening bo'lsa, au mening bo'lsa, hamma narsa mening bo'lsin deysiz. Lekin iqtisodingiz yetishmaydi. Iqtisodingiz yetishgan taqdirdami, hamma narsani siz elib olsangiz, sizdan boshqa insonlarga yetmay qoldi yoki sizdan boshqa insonlar och qoldi. Shunga iqtisod butun hammasining tenglikni saqlash uchun mavjud. Oldingi qatimki videomizda degandek, ekonomiyani mikroekonomi va makroekonomi deb ikkiga ayirgandik. Ya'ni kichik o'lchamli iqtisod va cho'ng o'lchamli iqtisod deb ikkiga ayirgandik. Bu yerdagi mikro iqtisod bo'lsa, oila va shirkatlarning tadbir belgilash va boylik taqsimlashdagi harakatini tadqiq qildi. Shuni tushunishga bo'ldiki, kichik bo'laklar ustida tadqiqot olib bordi. Buningga eng oddiy bir misol qilsak, mening, sizning, Ahmadning, G'unchamning iqtisodi bilan munosabatli harakatlarni kontrol qildi. Makroekonomi bo'lsa, ya'ni makro iqtisod bo'lsa, ismidan tushunishga bo'ldiki, keng ko'lamlik, cho'ng ko'lamlik bir iqtisod bo'ldi. Bu umumiy iqtisodga munosabatlik va cho'ng ko'lamlik analizlar ustida harakatlarni kontrol qildi. Masalan, bu davlatning teshiga chiqadi, xalqaro iqtisodlarga qaraydi. Amerika bilan Turkiyaning savdo munosabati qanday ketib bordi? Hozirgi vabo nega ketib bordi, nega bordi? Dunyoda nima ishlar bo'layotdi degandek shunga o'xshash dunyoning har qaysi joylaridagi iqtisodiy harakatlarga qaraydi. Mikro iqtisod bo'lsa, talab bilan arzni bir-birini tepishtirish uchun ishlaydi. Ya'ni talab bilan arz deganimiz iste'molchi bilan ishlab chiqaruvchini bir-biriga tepishtirdi. Undaq bo'lsa, talab degan nima, arz degan nima? Talab deganimiz ehtiyoj bo'ldi. Ya'ni buni hanuzchida shu cho'v deymiz. Bir insonning ehtiyoj bo'lgan yoki ehtiyoj bo'lmagan narsalarni sotib olish arzusi. Arz deganimiz ta'minlash bo'ldi. Buni hanuzchida going deymiz. Ta'minlash deganimiz mol va mulozimatni ma'lum bir bozorda, ma'lum bir vaqtda va ma'lum bir bahoda sotish bo'ldi. Ya'ni arzga ta'minlashga bir misol qilib bersam, men bir advokat bo'lsam, birisiga advokatlik maslahati beraman desam, bu mening mulozimat ishlab chiqarib sungunim bo'ldi. Bir mol ishlab chiqarishim bo'lsa, masalan, qo'limdagi mushu qalamni ishlab chiqarib satsam, bu mening mol ishlab chiqarib sungunim bo'ldi. Men bu qalamni ishlab chiqarib bozorga soldim. Oldiga odam yo chiqadi yo chiqmaydi. Ammo oldiga odam chiqsa, birisi yaxshi ko'rib bu qalamni sotib olsa, bu ehtiyoj bo'ldi. Mendan birisi shaxsiy advokatlik xizmati mulozimati olgan bo'lsa, bu u odamning ehtiyoj bo'ldi. Meni hozir mushu videoni ishlab chiqarib sizlarga sungunim va sizning bu YouTube videoni ko'rish orzuyingiz ehtiyoj bo'ldi. Mening bu videoni ishlab chiqarib sungunim bo'lsa, ta'minlash bo'ldi. Ba'zan bo'lsa bir oldida, bir orqada keldi. Ya'ni har vaqt bir-birisining o'rnini to'liqlab mangdi. Masalan, men tunugun o'zimizni qanday kuchlantiramiz degan temada bir video ishlab YouTube'ga chiqardim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bu yerdagi ehtiyoj o'zining mavjudligini yo'qotgan bo'ldi. Ammo siz mendan moliya boshqarish to'g'risida bir video ishlab chiqarib sizga sunishimni talab qilsangiz, men uning qarta bir video ishlab sizga ta'minlagan bo'lman. Talab va ta'minlash har vaqt bir-birisining o'rnini to'liqlab mangdi. Shunga mikro iqtisodning maqsadi talab bilan ta'minlash sistemasini kontrol qilish va tenglikni saqlash. Mikro iqtisod ta'minlash va talablarni, iste'molchilarning harakatini va yakka emgak kuchini tekshirdi. Kim nima ish qilyapti, hozirgi masala qanday bo'ldi, davlatning ichida bir masala bormi, yo'qmi? Makro iqtisod boshdan beri deganimizdek nihoyat keng ko'lamlik. Masalan, Vyetnam sanoat ishlab chiqarishni vaqtliq to'xtatgan bo'lsa, po'lat temir ishlab chiqarmasa, Amerika bilan Germaniya mashina ishlab chiqarish uchun Vyetnamdan po'lat temir xom material sotib oldi. Lekin hozir degandek Vyetnam ishlab chiqarishni bir mezgil to'xtatgan bo'lsa, bunday ahvollarda Germaniya mashina ishlab chiqara olmaydi. Mashina ishlab chiqarib sotamasa, Germaniyaning iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan bo'ldi. Bunday ahvolda Germaniya o'zining iqtisodini tejash uchun bu yil Turkiyadan sho'xla, ya'ni pomidor sotib olmaydi.
degandek muşta xalqaroliq zanjirni makro iqtisod deymiz. Makro iqtisod boshqana pul paxalligiga qaraydi, ya'ni inflyatsion qaraydi. Buni hanuzchida tunxo punjang deymiz. Qaysi davlatda nimishqa pul paxalligi mavjud? Bular nima qarta pul ishlab chiqaradi, nima qarta pul besyotidi? Bu davlatdagi insonlar nimishqa ishsiz? Qaysi davlatdan bankisi qanchalik o'sim berdi? Ya'ni faiz berdi. Bunu hanuzchida lishi deymiz. Bu bergan o'sim qanchalik ishonchlik degandek masalalarga qaraydi. Buningga misol qilib bersam, Argentina krizis sababli nachar ahvolda. Shunga Argentinadagi banklar planlarni bizga kelinglar 100 lira yoki 100 dollar bizning bankka qo'ysanglar, yilning oxirisida sizlarga 140 lira yoki 140 dollar qilib qaytarib beraman deydi. Ya'ni Argentina %40 o'sim beraman deydi. Amerika bo'lsa, mush yaqinda xabardimi degandek hech qanday o'sim bermayman dedi. Ya'ni o'simning eng töven chekki tushadi. Ya'ni Amerikaning bankasiga siz 100 dollar qo'ysangiz yoki 1000 dollar qo'ysangiz bir yillikqa, sizning yil oxirida hech qanday o'sim bermaydi sizga. Ya'ni 1000 dollaringiz shu bitta 1000 dollar bo'lib turdi. U davlatdagi banklar nihoyatda kuchli va ishonchli. Mushunga o'xshash birisi %40 o'sim beraman desa, birisi hech qanday o'sim bermayman desa, makroekonomiya buni kuzatib, Argentinaga pulimiz qo'ysak bo'lmoqda. Ya Argentinaga pulimizni qo'ysak bexatar emas degandek bir analiz chiqirdi. Ya'ni u tarafga bormanglar, tarafga beringlar deydi. Hozir degandek shu masalalarni oxirgi videolarimizda texmi inchiklar va texmi yaxshi misollar bilan ko'ramiz. Agar siz videoni yoqtirgan bo'lsangiz, atrofingizdagi do'stlaringizga taqib qo'ying. Ularmi bizga bir narsa bo'lsin, o'rganib olsin. Ya'ni shu kundan keyin nihoyat yaxshi temada bir video chiqdi. Bu siz bilan aloqali bir tema. Buni hozir yezib tayyor qilib bo'ldi. Hozir kirishtirib, anandan keyin ratlab qo'yataman. 2 kundan keyin chiqarishga tirishman. Shunga sizlarning meni yaxshi qo'llab berishinglarni, meni yolg'iz qo'ymasliklarini umid qilaman. Rahmat sizlarga.